Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga uy sharoitida vanna, umuviylik, mana bu bunaqa holatga kelgan umuviyliklarni qanday qilib tez va oson tozalash yo'lini ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik ayollarimiz qiynalishib, vannaga tushib olib, umuviyliklarni tozalaganda qiynalishadi. Biz unga osonroq, tezroq bo'lish uchun bilgan sposobimizni, bilgan usulimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir ko'rib turibsizlar, bu yer o'zimizni ishxonamiz. O'g'il bolalar foydalanadi. O'g'il bolalar foydalangandan keyin yerdan zax suv chiqadi. Zax suv chiqqandan keyin mashinaga tez mog'orib ketadi. Ko'rishlar mumkin, tez mog'orib ketgan. Buni biz tez tozalash yo'lini ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin. Zax suv shunaqa mog'orib tashlaydi. Endi buni Xudo xolasa tozalaganimizdan keyin bitta video qilamiz. Buning uchun bizga nima kerak edi? Buning uchun bizga shotka kerak bo'ladi, gubka kerak bo'ladi va soda kerak bo'ladi va salyaning kislota. Kislota kerak bo'ladi. Bu kislotani qayerdan topamiz? Har qanday qurilish bozorida bor. Bu qurilishlarda ishlatadigan kislota bo'ladi. Shuning uchun buni unaqa qayerdan topamiz deganda qiynalib yurmasdan qurilish bozorlariga borib shunaqa kislota kerak, salyaning kislota kerak desanglar aytishadi. Yoki bo'lmasa fursatga chiqaradigan sexlar qolipini tozalagan ishlatadi. O'shalardan so'rab ozgina olsanglar ham bo'laveradi, yoki bo'lmasa qayerda sotilishini bilib olsanglar bo'laveradi. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'p, salyaning kislotani ishlatishdan oldin o'zinglar bilasizlar, hidi kuchli bo'ladi. Maska taqib olishni tavsiya qilamiz. Hozir biz maska olib kelmayapmiz, shuning uchun xotin sharifdan foydalanamiz. Oğlum, nimalar qilyapsan? Katta pul. Bola o'ynama. Kechasi siyib qo'yasan. Dada, tayyor bo'ldi. Qani. Mana dada. Ham bo'lsa 2 minut, 3 minut vaqtimiz ketdi. Lekin juda ham xarob holatdagi vannamizni yangi holatga keltirib qo'ydik. Ayollarimizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Erkaklarimizdan bemalol ayollarga ko'rsatib bersa bo'laveradi. Soatlab vanna tozalashga, umumiylik tozalashga vaqti ketmaydi-da, tezroq ishni bitirishadi. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'ying, do'stlarga ulashishni unutmang. Kanalimda juda ham foydali videolar bor. Obuna bo'lishni unutmang. Biz sizlar uchun ishlashdan to'xtamaymiz. Barchalarga rahmat.